Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ro'za oylarini charchamayapsizlarmi? Mana ro'zaga iftorlikka mana lahcha achchig'osh bo'lyapti mana. Achchig'osh, palov mana. Qarang. Iftor tutganlar, ro'za tutganlar bari kelishadi, og'iz ochishga, sharoylikni achchig'osh kelinglar, kim ro'za tutgan bo'lsa, bemalol. Mana o'shamdan keyin mana oshni ham bir ishlarini taxlab qo'yibdi, mana nasib bo'lsa bo'ladi. Osh bo'lgan oshsizlar, birinchi mana achchig'osh mana. Bana çok olacaksın. Şunu çok. Bu kadar mı? Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelinglar iftorlikka. Hamma yaxshigina tutib, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlari erishsin ro'za oyi. Mayli, sog' bo'linglar, yana uchrashguncha xayr.